Hop, 2014-yil Sons gibrid super konditsioner, lyuks super konditsioner kraskalari yoq bu yoqlarda bor ekan, lekin salonlarning holatlari yaxshi holatda turibdi. Nexia 2 so'ragan akalarimiz uchun 2014-yilda ishlab chiqarilgan 3-pokoleniya metan gazlari bilan ekan. 2014 probegini qancha dedingiz akajon? 217 ming. Pulini nech pul deyapsiz? 5200 ha? Nech pul qilib berasiz? 5 to'g'ri kesib berib yuboramiz. Undan ham kamiga berasizmi? Yo'q, undan kam. Telefon nomeringizni ayting. 90lik 963 0215. 0215. 2014. Mashinaning holati yaxshi, balonlari yangi ekan, yaxshi holatda turibdi. Oldi usritlar almashgan ekan lekin. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqaverasizlar.